Ha, oke, tinchlikmi? Nima qidiryapsiz? Voy bele bahonam qolmadi. Oke, sizlarga gap. Ha! Voy bor bittasi. Mana yoqqa bor-ku, boy bitta qush uchganini ko'rib qoldim-da. Ana u rangiga qiziqib qarab o'tdim. Aka boshqa hech narsa yo'q bitta. O'zi nimaga so'rayapsiz aka? Ha, yo'q, oke, просто anu ikkalamiz itimiz ham bitta joyga ichishib qo'yibdi-da. O'shanga mayli siz bemalol topavering, keyin men o'zim sekin qarayman, xo'p. Ha, oke, aytgancha meni po'qimga tegib ketmang, iltimos. Billat. O'zimni bo'g'im topolmayman, sizga nima qilaman? Paris ça décoiffe. À côté de la blague, Paris ça décoiffe. À côté de la blague, Paris ça décoiffe. Ey, qanay bir go'zal, bir ko'rkam bu hayot ha. Qarang, ismim Baxtiyor, hayotda ham bir baxtiyor insonman ey. Baxtiyorjon, shu desangiz, kecha kayfingiz bor-ku. Shu hech kim menga xalal bermasin deganingizga, birgalarsiz qiling deganingizga, cho'ntagingizda 200 dollar bor ekan. Sherbata bilan ikkalamiz yeb ichib kayf qildik. Qanaqa bo'lasiz, qanaqa bo'lasiz? Mayli, chekkisini aylasin, mayli. O'sha, Baxtiyor akamga ana meni ham ayting. Ana biladigan oq kaptivangiz bor-ku. O'shanadagi sherbata bilan ikkalamiz shunday ko'chaga chiqqanimizda ozgina uraman deb ikki bo'lak qilib qo'yibdilar. Xafa bo'lmaysiz, xafa bo'lmaysiz. Ey, sen ahmoqmisan? Qanday bilmasak, men uni kreditga olganman, kreditni to'lab berganmiz. Hali ahmoqmisan? Baxtiyorsiz kayfiyatingiz bilan. Nimani? Keyin yana nima? Xo'jayin, men aytaymi? Yana nima? Nima? Mana sizni yuridikasiga o'qiydigan qizingiz bor-ku? Nima bo'pti qizimga? Ana o'sha qizingizni ham xo'jayin o'g'illarga berib yubordik. Ey, sana jinni bo'lyapsanlarmi? Buni o'g'li axir jinni ahmoq bir tentakku. Tentak emasman, ozgina yetishmaydi. Boshim. Nerish qilmang, Baxtiyordan so'ramanglar deysiz-ku siz. Voy. Nima bilaman? Belizmas. O pochkangizni o'g'irlayapti. Pochka. Sen qayerdan bilasan meni qayerga boradi? Kecha kayfiyatim yaxshi ishlarsa so'ramanglar deganingizga, xo'jayin bizneslarga 10 ming dollar pul kerak edi. Pochkangizni qo'yib yubordik. Ha, bittasini qoldirdik. Tamam. Pochka. Xudo, muncha bir yashagim kelmay ketyapti. Muncha bir qanaqa beshafqat hayot bu, ha? Oh, bilim. Xo'jayin, ana ikkinchi pochkasiga ham odam topganimizni aytamizmi? Yo'q, shoshma, qisib o'tir. Hozir o'zgina kayfiyat ko'tarilsin, keyin aytamiz. Baxtiyor.